Assalomu alaykum. Bugun chislamiz 28-may 2025-yil kunimizga Xudo xolasa Andijonga tayyorlayotgan sentrifugamiz ham Xudo xolasa bitib qoldi. Narigisini ham bitkizib qo'yganmiz. Xudo xolasa mashina kelsa buni ham berib yuboramiz. Samarqand Tayloqqa yasab berdik, balonli qilib. Buni Andijonga tayyorlab beryapmiz. Cho'tka qilib, hamma yo'g'ini baquvvat qilib, avtomatikalari bilan bir yo'li cho'tka qilib beryapmiz. Ulab qo'ysa bo'ldi, ishlayveradi. 4,5 metrli sentrifugamiz. Gilom uchun quritib beradi 90-95% ga. O'zimiz tayyorlaymiz. Mana turbalarimiz ham tiniq turbalarda tayyorlab beramiz. Xohlasa padushkalik, xohlasa balonli qilib tayyorlab beramiz. Buni o'zlari balonli qilib bering deyishdi. O'sha balonlicha udobniyroqli bo'lgani uchun balonli qilib berdik. Bir kishi jildirib qo'ysa bo'ladigan holat bo'ladi-da tushgandan keyin. Mana materiallarimiz, turbalarimiz nihoyatda tiniq. İchki holatdagi barabarlari, katollar ham tayyorlaymiz. Eshiklari kishi ko'tarolmaydi, og'irligidan 2 qavat qilib qilamiz. Rotorlarni ham tayyorlab beramiz. Kim sentrifugani olsa, rotor qo'shib beramiz. Bitta bonusiga ichida cho'tkasi bo'ladi. Tayyor avtomatikalari bilan ulaymiz. Bu tayyor holatda bor ekan mana bu yerda. Mana shunday holatda bo'ladi. 3 fazali bo'ladi, levi, pravi aynaveradi, o'ngga, chapga aynaveradigan holat bo'ladi. Tayyor, kim sentrifuga olsa bitta rotor qo'shib beryapmiz. Manzilimiz Marg'ilon akvaparkda oldida. Bitta kalaska ham qo'shib beryapmiz. Shu holatda. Katollarimiz ham bor. Jarayonlari ishxonamiz yo'l betida, Marg'ilonda. Bir yo'li mana bunday holatda bo'ladi. Ko'rinishda ichki shit holati. Avtomatikalari vaqtli bo'ladi mana. Xohlagan minutiga qo'yib qo'ysa o'zi yonib, o'chib bunday holatda bo'laveradi. Yo'lda betida ishxonamiz.